millat uchun kelajakka qaratilgan dasturiy ta'minot. Bu 3-yo'nalish. Ichki talab bo'yicha gapirib o'tmoqchiman. Odatda biz ichki talab deganda nimani tushunamiz? Bilasizlarmi? Mamlakatda ichki talabni rivojlantirish mamlakatda raqobatbardoshlikni oshirishga birlamchi sabab. Esingizda bo'lsa, dunyoda bo'layotgan geosiyosiy vaziyatlar chog'ida Xitoy default yoqasiga kelib qolgan edi. Lekin janob Zinpin o'zini tahlillari bilan ichki talabga alohida urg'u beraman dedi. Buni Rossiya Federatsiyasi qildi, Koreya, Yaponiya davlatlari qildi. Qarang, davlatimiz rahbari dunyoni tahlil qilgan holatda ichki talab bu mamlakatda raqobatbardoshlikni oshirishga sabab bo'ladi deyapti. Nega? Uy xo'jaliklari, korxonalar va davlat butun ichki talabni shakllantirish orqali barqaror bozor paydo bo'ladi. Nega? Tashqi bozor bu geosiyosiy vaziyatga bog'liq, lekin ichki bozor bu geosiyosiy vaziyatga bog'liq emas. Qariyb 38 million yeyman, ichaman va menga xizmat ko'rsatsin deydigan xalq turibdi. Juda katta bozor turibdi. Markaziy Osiyo qolgan 4 ta davlatdan katta. Agar biz ichki talabga ham alohida urg'u qaratar ekanmiz, mamlakatimiz raqobatbardosh bo'ladi. Bu iste'mol xarajatlarini tushishiga olib keladi. Bu oraliq mahsulotlarga talabni davlat talabini oshishga va davlat xaridlari bo'yicha ham qonunni qayta ko'rib chiqish vaqti keldi va davlat xaridlarini endi bevosita ma'lum bir foizdan keyin bevosita korxonalarga sharoit yaratamiz deganlar ham bu mahalliy ishlab chiqaruvchilarni davlatimiz rahbarini juda ham tahliliy bir siyosatlarni natijasi sifatida ko'ramiz. Nima beradi? Birinchisi iqtisodiy o'sish beradi. Nega? Chunki ichki talab bu barqaror bozorni rivojlantiradi. Yana nima beradi? Milliy bozor hajmi oshib boradi. Milliy bozor hajmi oshib borgandan keyin barqaror talab shakllangandan keyin bu inflyatsiya darajasi tushadi. Nega? Chunki bizni ishlab chiqaruvchilar 38 million bozorga moslashishi oqibatida investitsiya talab qiladi kengayish uchun. Investitsiya kelgandan keyin yangi texnologiya kirib keladi. U oxir oqibat eksportga o'rganishni boshlaydi va ertaga eksport yanada yaxshilanishga sabab bo'ladi. Shuning uchun davlatimiz rahbarining bu tahlillari juda ham muhim. Eslanglar, biz nima derdik? Shuncha yillar davomida faqat eksport derdik. Eksport o'z yo'liga, lekin ichki talabni unutmagan holatda, aholi farovonligini birinchi o'ringa qo'ygan holatda rivojlantirishni maqsad qildilar. Aholi daromadi, xarid qobiliyati oshmasa ichki talab oshmaydi. Aynan so'nggi 9 yilda aholining xarid qobiliyati keskin oshganini ko'rdik. Bu juda ham katta narsalar. Albatta, biz bir narsa aytishimiz mumkin. O'zbekistonda bo'layotgan bu holatlar hammasi aholi farovonligi, aholining munosib daromadlar topishi bilan belgilanishi mumkin. Albatta, qachon ichki talab oshadi, unga nima kerak? 4 ta yo'nalish iqtisodchi olimlar shu economicsga darslarni o'qisa 4 ta yo'nalish ko'rsatadi. Ichki talabni rivojlantirishda birinchi yo'nalish sifatida xarid qobiliyatini keltirishadi. Albatta, aholining xarid qobiliyati keskin oshdi. Masalan, oddiygina holat O'zbekistonda o'rtacha eng yaxshi oyliklar bir vaqtlar agar xalqaro valyutaga chaqqanda $200 tashkil qilardi. Hozir bir necha ming dollarlik oyliklar pardo bo'ldi va bu 10 ming, 20 ming emas, kerak bo'lsa 1 milliondan oshuv aholi juda katta o'sha Yevropani o'rtacha haligi Sharqiy Yevropa davlatlari kabi oyliklar olayotganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, internetni qiziqib ko'ramiz, Sharqiy Yevropada haligacha professorlar o'rtacha 1,5-2 ming dollar oladi. O'zbekistonda hozir agar 3 ta tilda dars bera olsa, bemalol ulardan 2 barobar ko'p olish imkoniyati bor. Bekordan bekor Misrdan, Hindistondan olimlar kelib bizda dars bermayapti. Chunki o'zini yurtiga nisbatan 10 barobar ko'p haq to'lamoqda. Davlatimiz rahbarini aynan qilganlari ham bu xarid qobiliyatini oshirish masalasi birlamchi masala dedilar. Ikkinchi masala sifatida albatta mahsulotlarga albatta tannarxini kamaytirish masalasi va mahsulotlar narxi. Yana bir narsa kreditlarga bo'lgan qulayligi va kreditlarga bo'lgan o'sha olish imkoniyati. Ya'ni bizda kreditlar olish juda qiyin edi. Hozir kunda bemalol topshirasiz, kredit har qanaqasi bor. Tijorat krediti, imtiyozli kredit, qaysi holat, bu ham aynan men faxr bilan aytaman buni Aktam Ahmatovich, Alisher Keldiyevich Uzlida fraksiyasini oldingi 5 yillik vazifalardan birini o'shanda ishlab chiqilganda Aktam Ahmatovich boshchiligida kreditni biznesmenlarga, tadbirkorlarga, umuman xizmat ko'rsatish sohasiga dostupnostini, ya'ni olishini
oson qilamiz deyilganda va hozirgi holatda ichki talabni oshish ham bunga bevosita bog'liqligini ko'ramiz. Va yana bir narsa albatta ijtimoiy jihatdan ham va ma'lum darajada rivojlanishi va daromadlarni oshirish ham bu omillarga bevosita ta'sir qiladi. Albatta juda ko'p yo'nalishlar bo'yicha davlatimiz rahbari ko'rsatib berdilar va bu yerda o'sha kasbiy ta'lim bo'yicha albatta u hammani oliy ma'lumotli qilib bo'lmaydi. Amerikaga borasizmi, Yaponiyaga borasizmi, u yerda ham hamma universitetni tugatib, hamma ofisda ishlamaydi, kimdir mehnat ham qilish kerak. Kasbiy ta'limga asosiy urg'u berishga ham sabab biz dunyo amaliyotiga og'ir ishlovchi ishchilar emas, balki yuqori daromadli va qo'shilgan qiymat yaratadigan kadrlarni tayyorlashimiz kerak deb alohida yo'nalish berganlari ham juda muhim. Bu to'g'risini aytish kerak, oddiy bir ma'ruza emas. Bu ma'lum darajada xalqimizga samimiy muloqot, keyingi qiladigan ishlarimizni sarhisobi va hammamizda daxldorlik hissini uyg'otish masalasi. Albatta bu Yangi O'zbekiston g'oyasini amaliy ifodasini mujassam etadi. So'zim yakunida bir narsa aytardim. Bu uncha-muncha davlat rahbari liderning qo'ldan kelmaydigan ish qildilar. Strategiya 2030 ni yana qaytadan tahrir qilamiz dedilar. Bo'lmasa o'zi ideal yozilgan. Bo'lmasa hamma narsada inson farovonligi, lekin marralarni o'zgartiramiz. Yangi vazifalar olamiz. Tadbirkorlarga ham, ishchilarga ham, o'qituvchilarga ham qadriyatlarni saqlagan holatda yangi yo'nalishlarga chiqamiz deganlarni ham ko'ramiz. Albatta bu ma'lum darajada davlatimiz rahbari tomonidan jamiyatni birlashtirishga, umumiy maqsad atrofida safarbar qilishga va davlat va xalq o'rtasida o'zaro mas'uliyatni mustahkamlashga qaratilgan ma'ruza deb hisoblayman va ikkala yetakchi partiya ovozi eng ko'p bo'lgan partiyalarni bu taraqqiyot bloki tuzishidan hali oldimizda qiladigan ishimiz yanada ko'pligini sarhisob qilsa yaxshi ishladik, lekin marralar juda katta bo'lib ketdi. Shuning uchun biz yanada har birimiz bu faxr bilan, g'urur bilan bu murojaatnomani tahlil qilish bilan birga o'zimizni faoliyatimizni yanada qaytadan tanqidiy ko'rib, yangi bosqichga chiqarish vaqti keldi deb hisoblayman. Rahmat.